Sentr joylardan arzon narxlarda uy qidiryapsizlar. Hozir men sizlarga shunaqasini ko'rsataman. Qibray sentri Nabережныйda bahor to'yxonasidan 50 metr kirganda birinchi liniyada joylashgan 8 ta yevro kottejlarimiz tayyor. Kirishimizda shunaqa katta joy, mana bu yerga o'zingizlar plashatka qolsanglar bo'ladi. Bu yerda общий 8 ta yevro kottejlarimiz bor. Ulardan 4 tasi allaqachon sotilib ketgan. Kottejlarimiz 1.2 sotiqdan 1.5 sotiqgacha, 245 dan 350 kvadrat metrgacha bo'ladi. Qolgan 4 ta uyimiz ikkitasi podключ holatiga keltiryapti, ikkitasi bo'lsa korobkada arzon narxlarda turibdi. Men hozir sizlarga shu arzon narxdagi bitta korobka uyimizni ko'rsataman. Ungacha bo'lsa uylarning dizayniga bitta baho bering. Aytgancha, bu joylarimiz qo'riqlangan zona bo'ladi, o'zining darvozalari yopiladi, kameralar mavjud. Qani ketdik. Ishoninglar, narxi sizlarni hayron qoldiradi. Mana shunaqa chiroyli joylashgan yevro uyimiz 1.2 sotiq 253 kvadrat metr. Общий 3 ta уровеньdan iborat. Birinchi уровень to'liq podol, ikkinchi, uchinchi уровень bo'lsa etajli. Kirishda mana shunaqa katta hovli, bemalol ikkita mashina yoki bitta mashina bilan bitta tapchan sig'adi. Darvozalarimiz razdvijnoy avtomat o'zi ochilib yopiladigan. Uyimizda shunaqa har bir kvadrat metrdan unumli foydalanilgan. Uyimizda umumiy 5 ta xona, 2 ta sanuzel, 2 ta hol bilan bitta to'liq podol. Mana hozir birinchi etaj holidan zal tarafga qarab ketamiz. Zalimiz juda ham katta, bemalol mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Oynalardan yorug'liklar tushib turadi. Yonida bo'lsa, sizlarga udobniy bo'lishi uchun oshxona qilingan. Oshxonada narsalarni tayyorlab, bemalol ko'p yurishinglar shart bo'lmaydi. Bu yerda bo'lsa, o'zini umumiy bitta sanuzeli. Hozir men sizlarga podolni ham ko'rsatib beraman. Bemalol bilyard qo'yasizlarmi, qanaqadir igrovoy zona qo'rsanglar ham bo'ladi. Kattagina podoli mavjud. Shunaqa chiroyli zonalardan ikkinchi etajimizga ham chiqib qoldik. Bu yerda 3 ta xonasi va bitta o'zini alohida sanuzeli mavjud. Mana ko'rishinglar mumkin, bu birinchi xona. Ya'ni kattalar uchun yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Ikkinchi xonamiz ham shunaqa chiroyli, katta bitta yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Uni yonida bo'lsa, bizda sanuzel joylashgan va oxirgi xona albatta bolalar yotoqxonasi. Har bir xonamiz shunaqa chiroyli ishlangan, yorug'lik tushib turadigan. Endi sizlar bitta mana oynadan ko'rinayotgan bitga baho beringlar-da. Hoji aka, bilaman sizda pul ko'p-ku, shu uyni bosib olish joyi lekin. Hozir joylarda shunaqa arzon narxda uy olmoqchi bo'lsanglar, shu uylarimiz boshida 95 mingga sotilgan. Agar podключ holatini xohlasanglar 115 ming. Agarda shu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib, aloqaga chiqsanglar, yana sizlarga skidkalar berishadi.